أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم أهل إسلام، أهل إيمان، عزیز مهمانlar، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allohga hamdu sanolar bo'lsin, yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Mana inshaalloh Rajab oylar, kelayotgan Sha'bon oylar, Ramazonlar, Allohim yurtimizga bergan tinchliklari, xotirjamligi, bunday bir dasturxonda qarab qo'ying. Muhtaram azizlar, olamni bir kuzating, bir taqqoslang. Davlatlarda urushlar ku, notinchliklar ku, har xil balolar ku, kasalliklar ku. Alhamdulillah yurtimiz tinch ku. Allohim shuni bardavom aylagin, shunga shukr keltirishni barchamizga nasib aylagin. Noshukurga ilgari ham yoqmagan, o Sovet davrida ham yoqmagan, bu rahmatli Islom Abdug'aniyevich Karimov davrlarida ham yoqmagan, hozir ham yoqmaydi. Yoqishini buni iloji yo'q. Uni bitta sababi bor. Qur'onda aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. İnna hadaynahus sabila imma shakiran va imma kafura. Mana shu yerda mutadod degan bir qoida bor. Mutadod degani antonim degani. Allohim aytadiki, biz insonni shukr keltiruvchilar tomoniga, mu'minlar tomoniga boshladik. Shu yerda shukr keltiruvchilar bilan mu'minlar bir qatorda aytiladi. Keyingisida aytadi uni ziddini. Yoki noshukr kofirlar tomoniga boshladik deydi. Birodarlar, shukr keltiruvchi mu'minlar bitta safda ekan, noshukr kofirlar bitta safda ekan. Allohim, ne'matlaringdan yeb ichib hamd aytishni, shukr aytishni nasib etgin. Bu holva degan bilan og'iz chuchurmidi? Mo'minmanni o'zi bilan bo'larmidi? Kunda 5 vaqt namoz o'qimoqqa buyurilganmiz. Molimiz yetsa agar zakot bermoqqa buyurilganmiz. Bir yilda bir marta. Ramazon kelsalar inshaalloh roza tutmoqqa buyurilganmiz. Qodir bo'lsak haj qilmoqqa buyurilganmiz. Mana shu masalalarni otini bandalik deydi. Egilib namoz o'qib, yumalab namoz o'qib o'ylab ko'ring. Biz namoz o'qisak Robbimizda bir narsa ko'payadimi? Yoki uni tark etsak kamayadimi? Biz o'sha amallarni qilib Robbimizga banda ekanligimizni izhor qilar ekanmiz. Allohim bandaligimizni qabul qilgin, duolarimizni qabul qilgin. O'lmasni iloji yo'q, ketmasni imkoni yo'q. Kecha ham janoza edi, shu bugun ham peshinda janoza. Buni iloji yo'q. Alloh taborak va taolo o'sha haqiqatni qarshisida gavhari iymonimizni bersin. Bir kuni mo'min musulmon to'planib kelib, yelkasiga olib ko'tarsa agar, Allohim rahmat qilsin, mag'firat qilsin degan duolardan barchamizga nasib etsin. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, mana siz o bizni chaqirib, shu yoshlarni bir duo qilsin, el ulus, qavmi qarindosh, qo'ni qo'shni, mahalla qudalar degan bir mazmun bilan bunaqa bir dasturxonlarni yozib turibdilar. Allohi taborak va taolo farzandlarini baxtini bersin. Birovni birov duo qilib asakasi ketmaydi, haq ketmaydi. Kitobda aytganki, farzandlaring baxtli bo'lsin, qo'sha qarsin degan mo'minni oldida bitta farishta paydo bo'lar ekan. O'zingga ham shundoq bo'lsin, o'zingga ham shundoq bo'lsin. Ya'ni
Birovni bolasini duo qilayotgan odam o'zini bolasini duo qilish bilan teng ekan. Meni bolam baxtli bo'lsin, meni bolam saodatli bo'lsinga o'xshar ekan. Alloh tabarak va taolo duo qilayotgan mu'minotlarga to'ylar, yaxshi kunlarni nasib etsin. Bugungi suhbat erni, xotinni burchi haqida bo'ladi. Shundan biri eshitaylik. Dinimiz shunaqa aniq narsaki, tahorat devoramiz-u, lekin tahoratda muayyan amallar bor, uni me'yorlari bor va uni navbati bor, tartibi bor. Masalan, birinchi qo'lni yuvib, bismillohni aytib, qo'lni yuvib, og'izni chayib, burni chayib, yuzni chayib 3 marotabadan boshga masx tortib, oyoqni yuvib, shuni otini tahorat deydi. Xuddi shunga o'xshagan xotinning o'rtasini aniq qilib belgilab bergan. Mana o masala erniki, mana o masala xotinniki. Mana o erga burch, mana o xotinga burch degan joylari bor. Ana shu joylardan eshitaylik. Alloh tabarak va taolo barchamizni hidoyatiga boshlasin. Nafaqai ahli ayol va ayolni erini oldagi burchi haqida gap ketadi. Sura-i Nisoda A'udhu billahi minash shaytonir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Bu oyatni insoniyat qiyomatgacha o'qiydi. Bu Qur'onning ichidagi oyat bu. Bu oyat bilan xotinning o'rtasidagi hukm hisoblanadi. Ilohiy hukm hisoblanadi. Oyat quyidagi ma'nolar bilan boshlanadi. Erlar xotinlar ustidan rahbardurlar deb boshlanadi. O'sha rahbardurlar degan joyini bizni yurtimizdan chiqqan buyuk alloma Abu Mu'in an-Nasafi aytadilar. Li'annahum amirin wan-nahin kalwullat ra'aya lidhalika sammu qawwama devorgan. Aytadilarki, erlar xotinlar ustidan rahbardurlar degani viloyat davlat rahbarlariga o'xshash rahbar degani. Xotin kishini buyuradi, xotin kishini qaytaradi. Demak, bilan xotinni kim boshqaradi? Oilani. Mana uzatdik, uylantirdik, sarf qildik, xarajat qildik, qachondan beri ovora qildik. Ovoramiz shu bizni orzu havasimiz shularni deb yashayapmiz. Uylantirdik, uzatdik. Kim boshqaradi? Erkak kishi boshqarar ekan. Erkak kishi boshqarar ekan. Erkak kishi hukmron ekan. Bu qoidani buzib bo'lmas ekan. Buni Alloh tabarak va taolo e'lon qilyapti. Sababini eshiting. Nega erkak kishi boshqaradi? Shuni aytadi Qur'onda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Bazılarından biz fazilatli qildik. Qarang, insoniyatni ba'zilaridan fazilatli qildik va umum ayollardan erlarni fazilatli qildik. Ma'nosi fazilat degani iqtidor degani. Agar Allohim bermasa bandasi shunday ham chalanmaydi. Shunday chalish bor-ku, o'shani ham Alloh beradi. Ota bu aytar edi. Alloh nazar qilmasa eshak bozorga dallol bo'lmaysan deb. Shu bor gap shu. Birodarlar, birov dehqon, qarangda hayotni. Birov nonvoy, birov u, birov bu. Kim nima bo'lgan bo'lsa Alloh bergan bo'ladi. Bandasi xato qilmasin. Men aqlliman, men mehnatkaşman, o'shanga boyman. Mehnatkash boy bo'lmaydi. Alloh bergan boy bo'ladi. Mehnatkash boy bo'lsa edi, mehnat bilan odam boyib qolsa edi. Eshak boy bo'lardi. Eshak nihoyatda mehnatkash, uni hamma biladi. Birodarlar, kimga nima bergan bo'lsa Alloh bergan. Allohim aytadi. Biz insoniyatni ba'zilarini va umum ayollardan umum erlarni fazilatli qildik. Mana hozir
Bu juda ham jiddiy gap bu. Hozirgi zamonda telva teskari har xil gaplar bo'layotgan bir paytda bu jiddiy gap bu. Bu degani erlarni biz xotinlardan yuqori qildik, fazilatli qildik, ortiq qildik. Iya, qanaqa ortiq qildi? Shuni eshiting. Erkak kishining ortiqligi ayol kishidan birinchidan aqli bilan ekan. Erkak kishi aqlli ekan. Allohim uni aqlli qilib qo'ygan ekan. Eng katta dalili, bu gapimning eng katta hujjati. O'tgan payg'ambarlarning hammasi erkak kishilardan chiqqan ekan, birorta xotin kishidan chiqqan payg'ambar yo'q. Bu fakt bu. Qo'ying payg'ambarlarni, avliyolar hammasi erkaklar. Olim ulamolar hammasi erkaklar. Dinni ilmlarini qo'ying. Mana zamonaning ilmlarini gapiring. Fizika, algebra, ximiya deng, Einstein, Lomonosov, Mendeleyev. Nega bunaqa? Nega ayol kishi yo'q bularning qatorida, daholarning qatorida? Chunki erkak kishining aqli ustun ekan. Ikkinchidan, erkak kishi baquvvat, uni hamma biladi. Ha, yaqindagi kulgilardan eshiting. Amerikada ayollar jamoasida sport musobaqalarida ayollar e'tiroz qilyapti. Ikkita ayol bor ekan, aniqrog'i ayol bo'lgan bor ekan. Nug'ul o'sha ikkovi yutib chiqar ekan. Ayollar e'tiroz qilyapti. Mana ikkovi yoshligida erkak bo'lgan, bu halidagi narsalarni yopishtirib o'ziga ayol qo'ygan. Ya. Bu butun dunyoga jar solyapsan, erkak bilan ayol teng deb. Qanaqa teng bo'la oladi? Osmon bilan yer teng bo'ladimi? Erkak bilan ayol teng bo'ladimi? Va uchinchi ustunligi. Erkakni Allohning fazilatli qilganligi Qur'onning shar'iy hukmi bilan birinchidan. Bitta erkakning guvohligi ikkita ayolning guvohligi bilan tenglashtirilgan. Bu Qur'onning hukmidir bu. Bitta erkak ikkita ayol kishi bilan barobar guvohlikda. Ikkinchidan, bitta erkakning merosini ikkita ayol kishiga hissa qilib bo'lib bergan. Masalan, birovni bitta o'g'li ikkita qizi qolgan bo'lsa, o'sha bitta o'g'ilning hissasi ikkita qizi bilan o'rtasida taqsimlanadi. Erkak kishi ayol kishiga nisbatan teng barobar ko'p oladi. Buni Qur'on qilgan buni. Birodarlar, jiddiy masalalarni ham er kishiga topshirgan. Masalan, urush qilish, vatanni himoya qilish, ichki masalalar, tashqi masalalar, nikohga qabul qilish, talog'ini berish. Va birodarlar, buni hammasi erkak kishining qo'lidagi narsalar bu. Ayol kishi taloq bermaydi. Endi chiqyapti, sen bermasang men beraman deyapti qaynona. O hech kim emas o'zi, bechora bir tuzikroq ma'lumoti ham yo'q. Shuni gapiryapti shuni. Va birodarlar, qanaqa taloq beradi u? Xo'sh, biz erlarni boshliq qildik, uyda rahbardurlar. Chunki biz insoniyatni ba'zilardan ba'zilarini ulug' qilganmiz. Lekin ayollardan erkaklarni fazilatli qildik. Nega bunaqa siyladi erkak kishini? Nima uchun bundoq qildi? Mana shuni javobini beradi. Nafaqa etsin molidan deb degan. Nafaqa etsin molidan deb. Nafaqai ahli ayol degan so'z shundan qolgan ekan. Nafaqa deydi-ku, nafaqa. Mana shundan qolgan ekan. Nafaqa degani birodarlar tunel degani. Nafaqa, tunel. Hozir ham arablar bu gapni ishlatadi. Bu yog'i teshik, bu yog'i teshik, o'rtasida yo'l, shuni otini tunel deydi, shuni otini nafaqa deydi. Nafaqaga 5 ta narsa kirar ekan. Birinchisini aytgan, erkak kishining nafaqasi. Yedirib ichirar ekan ayolini, o'zi yegandan yedirar ekan, o'zi ichgandan ichirar ekan. Bunda adolatni shart qilgan. Adolat o'zi qo'y yog'idan, qo'y go'shidan, devziradan oshni urib ayolga bunaqa ovqat bo'lmaydi, u adolat qilinadi. O'zi yegandan yediradi, o'zi ichgandan ichiradi. Bu bir. Ikkinchidan, ayol kishini usti bosh bilan ta'min etadi. Yozginisini yozda qiladi, qishkisini qishda qiladi. Uchinchidan, ro'zg'orini, sharoitini, turmushini muhayyo qilib qo'yadi. Yomg'irda qolmaydi xotini, qorda qolmaydi, sovuqda qolmaydi, oftobning tagida qolmaydi. Shipirmog'i, kir yumog'i, ovqat pishirmog'i.
asbobi anjom hammasini hozir qilib qo'yadi. 4-dan birodarlar, erkak kishini burchlariga ayol kishini tibbiy jihati ham kiradi, bo'ynida turadi. Mabodo xotini kasal bo'lsa, doktorga, tabibga ko'rsatadi. Mana shu erkak kishining burchi va oxirgisi agar ayoli dars olaman, ilm olaman, kasb, hunar olaman deb harakat qilsa, shunga yordam beradi. Ana kontrakt bor-ku, kontrakt. Shuni erkak kishi to'laydi. Shuni shunaqa degan. Kontraktni erkak kishi to'laydi. Kitoblarda 5 ta narsa nafaqa ekan. 5 ta narsa: yedirib ichirishlik, kiydirishlik, ro'zg'orni but qilib qo'yishlik, doktor tabibga ko'rsatishlik, ilmini, kasbini, hunarini ta'minlab berishlik. Kitoblarda erkak kishini nafaqasiga qilayotgan xarajotlari eng yaxshi ehsonidir dedilar. Ma'nosi: bir erkak kishi o'zidan orttirib masjidga bera olmasligi mumkin. Yetim, yesir, beva, bechora, chag'oy, kambag'alga bera olmasligi mumkin. Lekin uyga olib kelayotgan non tuzi, go'sht yog'i shuni o'zi ehson hisoblanar ekan. Shuni o'zi sadaqa hisoblanar ekan. Hijolat qilma mu'min, men bera olmayapman masjidga deb olib kelayotgan go'sht yog'ingni o'zi ehson. Abu Hamid G'azoliy aytadilar: nafaqa menga farzdir. Nafaqa menga farzdir. Xotinimni boqishim kerak degan niyat bilan bir erkak ko'chaga chiqsa, mabodo ajali yetib o'lib qolsa, shahid o'libdi degan ekanlar. Birodarlar, tirikchilikda o'lib qolgan erkak shahid erkak ekan. Endi buni aksini ham eshitib qo'ying, teskarisini ham eshitib qo'ying, qilmaganini ham eshitib qo'ying. Aytadi: nafaqasiga bee'tibor erkakni katta gunohi uchun shu ishi yetarlikdir degan. Shu 5 ta narsani qilmagan erkak yoki 5 tasidan bittasini qilmagan erkak yoki kam hafsala bo'lgan erkak odam o'ldirishi shart emas ekan, qimor o'ynashi shart emas ekan, zino qilishi shart emas ekan. Shuni o'zi og'ir jinoyat ekan. Kitoblarda nafaqasiga bee'tibor bo'lganni imomga o'tkazib bo'lmaydi degan. Imomga o'tkazib bo'lmas ekan nafaqa qilmagan erkakni. Va birodarlar, nafaqa qilishlik hammaga farz ekan. Ayol kishida ham 4 ta ekan. Shuni aytgan, birinchisini aytgan. Eridan beruxsat chiqmaslik. Kitoblarda qaysi xotin eridan beruxsat ko'chaga chiqsa, qaytib kelgunchalik muddat Allohning farishtalari bu xotinga la'nat o'qiydilar degan. La'nat aytar ekan farishta eridan beruxsat ko'chaga chiqqan xotinga. Kitoblarda qaysi xotin eridan beruxsat ko'chaga chiqsa-yu olamdan o'tib qolsa, to'ng'iz o'libdi degan. Birodarlar, to'ng'iz ketibdi degan. Shuning uchun eri safarga ketsa, vazifaga ketsa, xotin kishi so'rab qolarmish: yo'g'ingizda non olib kelsam maylimi, choy olib kelsam maylimi? Ikkinchidan, ayol kishining ikkinchi vazifasi eridan beruxsat birovni uyga qo'yib bo'lmaydi, mumkin emas. Eridan ruxsat so'rab qo'yadi uyga. Sababi bitta: rashkni qo'zg'atib bo'lmaydi, harom. Aytmoqchi, rashk bu nafrat, qizg'onish. Shuni qo'zg'atib bo'lmaydi birodarlar. Odamni rashkiga tegadigan qiliq gap so'zlarni qilib bo'lmaydi. Masalan, assalomu alaykum va alaykum assalom qilganda, "Kenayim yaxshimilar? Kelin yaxshimi?" deyishlik makruh ekan, odobsizlik ekan. Odam rashkiga tegadigan gaplar bu. "Kenayim yaxshimilar?" Nima ishing bor deydi, "Kenayim bilan" deydi. Gap ko'payadi. Nima ishing bor, "Kenayim bilan" deb qolsa. Nima gap bu? Erkak kishidan ruxsat so'rab ayoli uyga qo'yishi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, eridan beruxsat birovga bir narsa berib bo'lmaydi, halol emas. Kitobda gado ovqat so'rab kelsa ham degan. Masalan, eridan beruxsat ro'zg'ordan bir narsani berib bo'lmas ekan, payg'ambarimizdan so'rashibdi: "Ey Allohning rasuli, gado kelib tilansa ovqat
bo'lsa hammi? E'tibor bering. Gado kelib tilansa ovqat bo'lsa hammi? Payg'ambarimiz javob berdilar. Ha, ovqat bo'lsa ham, chunki ovqat molimizni eng yaxshisi emasmi? Gaplarni qarang. Haqiqatda dollarni yeb bo'lmaydi-ku, chaynab bo'lmaydi-ku, tillani yeb bo'lmaydi-ku, nonni yeyiladi. O'sha nonni ham eridan ruxsat so'rab sadaqa qilar ekan kitoblarda. Qaysi xotin eridan beruxsat sadaqa etsa, eri bilmaydi sadaqa qilayotganini, xotinini. Sadaqa etsa, savobi eriga yoziladi. Xotinini o'g'irladi deb yoziladi degan. Shuning uchun birodarlar, ayol kishi eridan beruxsat birovga bir narsa berishi halol emas. Va 4-inchisi oxirgisi. Eri chaqirsa borar ekan. Eri chaqirsa, chorlasa borar ekan. Bu jiddiy masala bu. Kitobda aytganki, tandirni tepasida bo'lsa ham kesin degan joylari bor. Tandirni tepasida bo'lsa ham kesin. Demak, erdan beruxsat chiqmaslik, erdan beruxsat birovni uyga qo'ymaslik, erdan beruxsat birovga bir narsa bermaslik, eri chaqirsa borishlik. Namuncha domla boydan beri sanab yotibsiz, qaytadan sanayapsiz. Ana endi javobni eshiting. Bu gaplar bekor gapirilayotgani yo'q. Birodarlar, hozirgi qo'yda chiqdida qaynatalar, qaynanalar, quda tomonlar aralashib ketyapti ishga. Kattalashib ketyapti. Er xotinning janjali kattalashib ketyapti. Buni eshitib qo'ysin insoniyat, mo'min, musulmon bilib qo'ysin. Bir nechta odamlar dindan chiqarilgan. O'zini nima deb atashdan qat'iy nazar, birinchisi al-kazzobu la ummati deganlar. Kazzob meni ummatim emas deganlar. Yolg'onni yo'l qilgan, o'ziga shu ishni qilib yuradigan, yolg'on gapiradiganlar meni ummatim emas. Yolg'on ish qiladiganlar meni ummatim emas. Chiqarilgan ular ummatlikdan, musulmonchilikdan chiqarilgan. Ikkinchisini aytganlar. Al-muzawwaruna laysa minna. Muzawwarun degani qalbakilashtiruvchilar meni ummatim emas. Qadim pullarni zarb qilar ekan, pullarni zarb qilishar ekan, pechat qilishar ekan. O'ylab ko'ring, bir mo'min 8 oy ter to'kib ishlaydi, dehqonchilik qilib. Qalbaki tangaga ega bo'lib qoladi bechara. Shuning uchun ummat 3-chisini aytganlar. Man ata kahinan falaysa minna. Kohinni, polbinni oldiga ishonib borgan meni ummatim emas. 4-chisini aytganlar. Man khabbaba baynal mar'ati va zawjati falaysa minna. Er xotinni o'rtasini ajratgan meni ummatim emas deganlar. Er xotinni o'rtasini ajratgan meni ummatim emas. Ajratgan kuyovga odam e'tiroz qilsa 5 ta narsaga e'tiroz qilar ekan. Kelinga e'tiroz qilsa 4 ta narsaga e'tiroz qilar ekan. Qolgan narsaga e'tiroz qilolmas ekanmiz. Unga haqimiz yo'q ekan. Mana kitoblardagi gaplar, huquqlar. Allohim barchamizga tavfiq bergin, rushd bergin, hidoyat bergin. Albatta bu narsalarni bir o'tira hamma tomonini aytib bo'lmaydi. Lekin bunaqa narsalarni ham aytib turish kerak. Insoniyat eshitib turaylik, axir mo'minlarimiz-ku, musulmonlarimiz-ku, burchlarimiz, vazifalarimiz quloqlarimizga kirib tursin, qalblarimizda jo bo'lsin. Shoyat Allohim gunohlarimizni kechirsa, haq janobi Rasulullohdan barchamizga shafoatlar nasib bo'lsa. Muhtaram azizlar, xato qilmagan yo'q, yanishmagan yo'q, hammasi xatokor. Lekin shularning ichidagi eng yaxshilari, tushunganlari, anglaganlari, tavba qilganlari debdilar. Tavba qildik. Allohim burchimizni, vazifamizni musulmonlaricha ado etishni barchamizga nasib aylagin. Bo'layotgan to'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarini Allohim baxtini bersin, saodatini bersin. Bir o'tirib hammasini aytib bo'lmaydi bu gaplarni. Iloyo Allohim aytilayotgan masalalarga amal qilishni barchamizga nasib etsin.